Hop, assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. Bugungi mavzuyimiz 16-mavzu grafiklar mavzusini tahlilini boshlaymiz. Sinf ishini ishlab beraman. Uyga vazifani shunga qarab tahlil qilasizlar. Sababi sinf ishi bilan uyga vazifa ikkalasi bir xil bo'ladi odatda va xato qilgan hamma misollar tahlil qilib boshqatdan ishlaysizlar. Hop, birinchi misoldan boshladik. Birinchi misol. Quyidagi grafikda 5 oy davomida sotilgan Malibu avtomobillar soni ko'rsatilgan. Xo'p, Malibu avtomobillar soni ko'rsatilgan ekan. Mana misol uchun mart oyini qaraydigan bo'lsam, mart oyida Malibular 20 dona sotilgan ekan. 20 dona sotilgan ekan. Mart oyida 20 dona, aprel oyida 40 dona sotilgan ekan, may oyida 60 dona sotilgan ekan, iyun oyida 30 dona sotilgan ekan, iyul oyida 10 dona sotilgan ekan. Eng kam mashina qaysi oyda sotilgan deyapti? Eng kam mashina iyul oyida sotilgan 10 dona. Chunki sotilgan mashinalar soni 10, 20, 30, 40, 60 ketyapti. Eng kam sotilganini top degani uchun 10 degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Sababi 10 degan mashina sotilgan oyimiz bu iyul oyiga to'g'ri kelyapti. Demak, qaysi oyda degani uchun iyul oyida degan javobni olamiz birinchisiga. Xo'p. Ikkinchi savolimizda aytyapti, qaysi oyda 30 ta mashina sotilgan? Ya'ni mana bu 30 ga to'g'ri keladigani qaysi bo'ladi deyapti. 30 ga to'g'ri keladigani bizga bu tomonga qarab chiqadigan bo'lsam, iyun oyiga to'g'ri kelyapti. Iyun oyida 30 ta mashina sotilgan deysizlar. Hop, bu savolga javobimiz shu bo'ladi. Keyingisida aytyaptiki, aprel oyida nechta mashina sotilgan? Ya'ni aprel oyini mana bu yerda qaraydigan bo'lsam, aprel oyida umumiy sotilyapti 40 dona mashina. Demak, javobga 40 dona mashina sotilgan degan javobni olamiz aprelda. Hop, keyingisida dastlabki 3 oy davomida jami nechta mashina sotilgan deyapti. Dastlabki 3 oy deganda mart, aprel, may oylarini nazarda tutyapti. Mart oyida 20 dona sotilgan, aprel oyida sotilgan 40 dona va may oyida sotilgan 60 dona. Umumiy hammasini qo'shib qo'yadigan bo'lsam, umumiy 120 dona sotilyapti ekan dastlabki 3 oyimizda. Va D savoliga javobimiz 120 bo'ladi. Shunaqa qilib ishlaymiz. Birinchi savol bilan ikkinchi savol bir xil. Shuning uchun ikkinchi savol o'zingizlar ishlaysizlar. Uchinchi savol ham bir xil. Uchinchi savolni ham o'zingizlar ishlasanglar bo'ladi. Mana misol uchun uchinchi savolda maktab o'quvchilari o'rtasida kim qaysi rangni yoqtirishi haqida so'rovnoma o'tkazildi. Quyidagi grafikda shu so'rovnoma natijalari keltirildi deyapti. Misol uchun savolimizda qaysi rangni eng kam sondagi o'quvchi tanlagan deyapti. Bu yerga e'tibor bersak, pushtini tanlagan o'quvchilar soni 4 ta ekan. Sariqni tanlagan o'quvchilar soni 10 ta ekan. Yashil tanlagan o'quvchilar soni 16 ta ekan. Ko'k tanlagan o'quvchilar soni 8 ta ekan va binafshani tanlagan o'quvchilar soni 10 ta ekan. Qaysi rangni eng kam sondagi o'quvchilar tanlagan? Eng kam degani uchun 16, 10, 8, 4 ga qarayman. Eng kami 4. Mana shu 4 qayerga to'g'ri kelyapti? Shuni topishimiz kerak mana. 4 qayerga to'g'ri kelyapti desa, bu pushtiga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun eng kam sondagi o'quvchi tanlagan rang qaysi bo'ladi desa, pushti degan javob topib qo'yasizlar. Xo'p, shunaqa qilib birinchi, ikkinchi, uchinchi misollarni ishlab qo'yamiz. Xo'p, endi davom etamiz. Mana bu 4-savolimiz ham xuddi shunaqa savol. 5 ta davlatga 1 yil davomida tashrif buyurgan sayyohlar soni aks ettirilgan ekan mana bu jadvalimizda. Mana misol uchun bu tomonda Rossiya, Germaniya, Xitoy, Yaponiya va Turkiya kelyapti. Va tashrif buyurganlar soni pastda kelyapti. Mana misol uchun mana bu yerda 20 mingtasi to'g'ri kelyapti Germaniyaga 20 mingta sayyoh tashrif buyurgan. 30 mingtasi Rossiyaga tashrif buyurgan, 50 mingtasi Yaponiyaga tashrif buyurgan, 60 mingtasi Xitoyga tashrif buyurgan va 70 mingtasi Turkiyaga tashrif buyurgan deyapti. Aslida qaysi davlatga eng kam sayyoh tashrif buyurgan deyapti. Eng kami 20 mingta bo'lgani uchun 20 mingta qaysi davlatga to'g'ri kelganini topamiz. Jadval bo'yicha chiqadigan bo'lsam, bu Germaniyaga mos kelyapti. Demak, birda javobi Germaniya bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi Germaniya va Turkiyaga umumiy hisobda nechta sayyoh kelgan?
Umumiy hisobda desa, Germaniyaga kelgan sayyohlar soni, Germaniyaga kelgan sayyohlar soni 20 mingta. 20 mingga qo'shib qo'yamiz. Turkiyaga kelgan mehmonlar soni, Turkiya eng ko'p kelgan ekan. Turkiyaga 70 mingta odam kelgan. 20 mingga 70 mingni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bu holatda 90 mingta chiqadi. 90 mingta odam Turkiya bilan Germaniya davlatiga tashrif buyurgan ekan. Xo'p, keyingi savolimiz 5-savol. Quyidagi grafikda dekabr oyini 4 kuni davomida qayd etilgan havo harorati aks ettirilgan ekan gradusda. Mana havo harorati tepaga qarab ketyapti. 12 gradus, 14 gradus, 16 gradus, 18 gradus bo'lib, mana bu yerda birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, to'rtinchi kun bo'lib ketyapti. Koordinat o'qlari. Birinchi savolimizda aytyapti, qaysi kuni eng past harorat bo'lgan deyapti. Eng past harorat o'z aslida 12 gradus. Mana shu 12 gradus nimaga to'g'ri kelayotganini topishimiz kerak. 12 gradusni bu tomondan chiqadigan bo'lsak, bu ikkinchi kunga to'g'ri kelyapti. Demak, eng past harorat ikkinchi kunda bo'lgan degan javobni olamiz. Xo'p, endi B'sida birinchi kunda havo harorati qancha bo'lgan? Birinchi kunda qaraymiz. Birinchi kunda havo harorati chiqyapti necha gradusga? 16 gradusga. Demak, ikkinchi savolimizga javob 16 gradus bo'ladi. Xo'p, savolimizda 4 kunda bo'lgan, 4-kunda bo'lgan harorat, ya'ni 4-kunda bo'lyapti harorat 18. Mana shu 18. Ikkinchi kunda bo'lgan haroratdan, ikkinchi kunda bo'lyapti harorat 12. Mana shundan qancha yuqori bo'lgan deyapti. Qancha yuqori bo'lgan bo'lsa, 18 12dan qancha yuqoriligini topish uchun 18 dan 12ni ayiramiz, 6 gradus yuqori bo'lgan degan javob chiqadi. 5 va 6 savollarimiz xuddi shunaqa ishlanadi. Xo'p, keyingi savolimiz 8-savol. Grafikda 7 yil davomida sotilgan mashinalar soni haqida ma'lumotlar keltirilgan ekan. Mana birinchi 2014-yildan boshlab 2014, 2015, 2016, 2017 va hokazo 2020gacha 7 yil bor ekan. Mana shu 7 yilda nechta mashina sotilganligini mana bu jadvaldan ko'rsak bo'lar ekan. Savolda aytyapti, dastlabki 4 yil davomida nechta mashina sotilgan deyapti. Dastlabki 4 yil deganda mana 2014, 2015, 2016, 2017-yillarni nazarda tutyapti. Demak, 2014-yilda e'tibor beradigan bo'lsam, mashinalar sotilyapti 200 ta. 2015-yilda mashinalar sotilyapti 400 bilan 300 ta o'rtasida. 400 bilan 300 o'rtasi 350 bo'ladi. 2016-yilda sotilyapti mashinalar eng cho'qqiga chiqqani 600 ta. Va 2017-yilda sotilgan mashinalar soni mana bu yerda. Bu 2017 300 ga to'g'ri kelyapti, 300 ta. Dastlabki 4 yilda nechta sotilgan desa, mana shularni hammasini qo'shib qo'ysam, dastlabki 4 yilda kelib chiqadi. Demak, 0, 5, mana bu 5, 11, 14. 1450. Demak, A savolga javob 1450 bo'lar ekan. 1450 ta mashina sotilgan. Xo'p. B'sida qaysi yilda eng kam mashina sotilgan deyapti. Qaysi yilda eng kam mashina sotilgan deyotgan bo'lsa, u holatda eng kamini topishim kerak ekan. Mana misol uchun sotilgan mashinalar soni 100 ta, 200 ta, 300 ta, 400 ta, 500 ta, 600 ta ketyapti. Eng kam sotilgan mashinaning soni 100 ta ekan. Mana shu 100 ta qaysi yilga to'g'ri kelyapti, shuni topib bering deyapti. 100 ta to'g'ri kelyapti 2008-yilga. Demak, bu savolga javobimiz o'zi 2008 bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimizda aytilyaptiki, 2017-yilda nechta mashina sotilgan? 2017da mana bu yilda nechta mashina sotilgan topish uchun qarang. Bu yilda emas, uzr. Mana bu yilda 2017-yilda qancha mashina sotilgan topish uchun qarayman tepaga. Mana bu nuqtaga to'g'ri kelyapti. Bu nuqta mashina sotilganlar o'qidagi nimadan koordinat nuridan 300 ga to'g'ri kelyapti. Demak, 2017-yilda umumiy 300 ta sotilgan degan javobni olaman ekan. Bu siz savolimizga javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimizda javobda qaysi yillarda 250 tadan ko'p, ammo 350 tadan kam? 350 dan minutdan kam bo'lish kerak ekan, pastda bo'lish kerak ekan. 250 dan teba bo'lish kerak ekan mana bu tomonda. Demak, mashina orasidagi nuqtalarni qidirishim kerak ekan. Buni orasidagi nuqtalarga bizga to'g'ri keladi. Mana bu yerdagi nuqta. Keyin mana bu yerdagi nuqta.
mana bu yerdagi nuqta bunga yetolmaydi. Mana uni ichida chiqish kerak deyapti. 250 dan ko'p bo'lsin, 350 dan kam bo'lsin deyapti. Shuning uchun bu yilimiz 2017, bu yilimiz 2020-yilga to'g'ri kelib qolar ekan.